Assalomu alaykum. Vektorlar taqdimot qiluvchi, ya'ni Yilmazbek Muhammad. Guruh K62325 topshirilgan san 15.05.2026. Vektor bu elementlarni xotirani ketma-ket joylashtiradigan bir uchuvchami ehtiyojga qarab avtomatik ravishda o'zgaradigan dinamik massivdir. Oddiy massivlardan asosiy farqi shundayki, massiv e'lon qilinganda uning hajmi qat'iy, ya'ni belgilangan bo'ladi va uni o'zgartirib bo'lmaydi. Vektor esa dastur ishlash jarayonida yangi elementlar qo'shilganda o'z-o'zidan kengayib boradi. Vektorlar xotiraning hip dinamik xotirasi qismida elementlarni bir-biriga yopishgan holda, ya'ni ketma-ket contiguous memory saqlaydi. Ya'ni xotira modeli va ishlash prinsipi. Bu tuzilma CPU keshida samarali foydalanish imkonini beradi va istalgan elementni uning indeksidan orqali juda tez, ya'ni qavs ichida 0 va yana ichki qavsda 1 vaqtda murojaat qilishda ta'minlaydi. Dinamik kengaytirish mexanizmi, ya'ni vektorning xotira boshqaruvida ikkita muhim tushuncha bor. Ya'ni size amaldagi elementlar soni va capacity, ya'ni vektor uchun ajratilgan umumiy xotira hajmi. Qachonki yangi element qo'shmoqchi bo'lsangiz-u, lekin bo'sh joy yo'q bo'lsa, capacity, ya'ni qolmagan bo'lsa, vektor avtomatik ravishda hozirgi hajmidan 1.0 va yoki 2 barobar kattaroq yangi xotira bloki band qiladi. Eski elementlarni u yerga ko'chiradi va eski xotirani bo'shatadi. Afzalliklari va cheklovlariga keladigan bo'lsak, afzalliklari vektor oxirida, ya'ni oxirida element qo'shish va o'chirish uchun juda qulay va tezkor hisoblanadi. Biroq vektorning boshiga yoki o'rtasiga element qo'shish, o'chirish sekinroq kechadi. Chunki xotira ketma-ket bo'lgani sababli va yangi elementlarni joy ochish uchun qolgan barcha elementlarni bir surishga to'g'ri keladi. Ya'ni shuningdek, vektorlar oddiy massivlarga surilganda biroz ko'proq xotira talab qilishi mumkin. Chunki ular kelajakdagi kengayish uchun zaxira, ya'ni keyingi ishlatilish uchun zaxira bo'lib saqlab turadi. Nazariy ta'rif va abstraksiya. Bu nima? Bu vektor bu elementlarni tartiblangan, chekli va dinamik o'zgaruvchan to'plamidir. Matematik nuqtai nazardan u chiziqli massivga o'xshaydi, biroq uning o'ziga xosligi abstract data type, ya'ni ADT sifatida o'z hajmini capacity avtomatik boshqarishidadir. C++ tilida std vektor, Pythonda list yoki Javada array list ushbu strukturani amalga oshirishda uning fundamenti elementlariga indeks orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladi. Bunda nima? Random access, ya'ni imkoniyatiga asoslanadi. C++, std vektor, Python va Java array ushbu strukturalarda amalga oshiriladi. Xotira modeli nima? Ketma-ket joylashuv, contiguous memory layout, ya'ni vektorning eng kuchli va shu bilan birga cheklovchi tomoni uning xotira modelidir. Vektor elementlari xotiradan ketma-ket, ya'ni manzillar bo'yicha joylashadi. Xotiradan ketma-ket yopishib turmaydi. Xotira turgan bo'lsa, undan ketma-ket joylashadi. Cache samaradorligi, ya'ni bunda cache locality, ya'ni zamonaviy protsessorlar xotiradan ma'lumotni bittalab emas, bloklar, ya'ni cache lines, bitta-bitta mas'ul va cache lines orqali ko'rinishlarda o'qiydi. Vektor elementlari yonma-yon bo'lgani uchun birinchi element chaqirilganda keyingilari avtomatik keshga tushadi. Bu esa massivlar va vektorlarni bog'langan ro'yxatdan linked list bir necha barobar tezroq ishga tushiradi. Manzilni hisoblash. Elementning manzili oddiy formula orqali topiladi. Ya'ni address qovus ichida va tenglikda base address plus qavs ichida ko'paytirilgan size of, ya'ni elementi va qavs yopiladi. Bu hisoblash O1
murakkablikka ega. Ya'ni vektorning ham qanday bo'lishidan qat'iy nazar elementni topish vaqti. Vektorlar bugungi taqdimot vektorlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Taqdimot qiluvchi Nimatbek Muhammad, guruh K623. Topshirilgan sana 05 15 05 va 2026.